Ertalab o'qibdimi? Yo'q. Har doimgidek quyosh chiqqan va hammasi yaxshi. Xo'p, tak, inventar ishnasi yo'q, buni qilib olamiz va hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men yana Alfavuz va xush kelibsizlar bizning yangi videomizga. Короче, do'stlar, mana men yana o'sha 13-qishloqdaman va ertalab 13-der o'yinida tong otdi. Xo'p, endi bitta suv gardomidagi vaqt sakrab chiqsak yaxshi. Do'stlar, ana endi har tongidek ishimizni qilamiz do'stlar. Xo'p, albatta o'tgan videolarni ko'rgan bo'lsanglar like bosib kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Tak, mana buni olib olamiz. Va to'xtanglar, zavtrak qilib olishim kerak men aytgancha. Ertalabdan turib, xo'p, stolga o'tiraman. Hozir yo'q do'stlar, qaranglar mana. Qani, bismillah do'stlar. Va tuxum ham ketadi-yu ertalabdan va keyin sut ichaveramiz do'stlar. Va bo'ldi, cho'tki endi ichga otlansak ham bo'ladi do'stlar. Tak, mana shuni yapamiz hozir. Xo'p, do'stlar, menga bitta ideya keldi. Keyinchalik do'stlar, biz hozir bu hamma огородlarimizni qilib bo'lgandan keyin огородimizni atrofiga to'siqlar qilamiz, ya'ni daraxt chopib kelib to'siqlar yasab qo'yamiz. Chunki bu foyda bo'ladi do'stlar, bizga zarari tegmaydi. Xo'p, ketdi do'stlar. Cho'tki qilib chiqamiz va bo'ldi do'stlar. Ana endi bularni merga topshirish kerak aytgancha do'stlar. Davayte merga topshiramiz bularni hozir borib. Xo'p, mana assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom Fakrur. Paras qilmayapman shunchaki. Qayg'ular. Xullas bilasan-ku. Mer, hissiyotga berilib ketmayman. Sizga xullas men bularni olib keldim. Sandiqqa qo'yavor. Qancha olishim kerak edi? Hammanikidek 10 stak. 10 stak? 10 stak emas. 10 dona aytgancha uzr. 10 stak, albatta siz o'zingiz 10 stak olsangiz kerak oyligingiz. Shunaqa, endi bilasan-ku, maqtanmayman, lekin men eng zo'rman. Albatta. Bizani mer do'stlar umuman maqtanmaydi, lekin eng zo'ri yo'q. Tak, hozir mana 10 dona. Bo'ldi, men 10 dona oldim. Bo'ldi, ketaver. Xo'p, to'xting. Kartoshkani ham qo'yib olish kerak. Bo'ldi. Xo'p, menimcha do'stlar boshqa jitellar hali kartoshka qo'yishga ulgurishmagan, chunki faqatgina men hozir topshirdim. Bularga ayting. Jitellar qalaysizlar? Alfa qalaysan? Nimaga hammanglar bitta tomonga tikilib turibsizlar? Alfa ko'rmaysanmi? Nimani? Shu o'zimizni problemani xullas, nima demoqchi eding? Sizlar ekinlarni topshirdinglarmi? Yo'q, biz hali 1-2 soatdan keyin topshiramiz. Mayli. Do'stlar, aytdim-ku, men bitta o'zim hozir birinchi bo'lib topshiribman. Shuning uchun ham boshqa jitellarni kartoshkalari yo'q edi uy joyda. Faqat men birinchi bo'ldim. Shuni yoqtiraman do'stlar, birinchi bo'lish yaxshi. Tak. Izmurtlarni qo'yamiz bu yo'g'ga. Buni ham qo'yamiz va ana endi ketdik do'stlar. Davayte, let's go. Ana endi tezda borib do'stlar, biz daraxt chopib kelishimiz kerak. Biz shu bilan birgalikda fermani rivojlantirgan ham bo'lamiz. Menimcha do'stlar, 3 ta daraxt chopsak ketsa kerak. Xo'p, ketdi do'stlar, davayte 1 yoki 4 tami. Bo'ldi, 4 ta chopib uramiz. 20 ta qilamiz do'stlar, davayte 20 ta. 20 ta taxta qilsak, shunda hisob-kitob bo'yicha yetsa kerak. Balki yetmay qolsa yana qaytamiz. Bilasizlar, hech kim gapirmaydi daraxt chopsak ham, chunki bu daraxtlar qishloqdan uzoqda, ham bizani mer gapirmaydi, to'g'risi do'stlar. Xo'p, mana va bularni ham buni qilib olamiz va go endi qishloqga do'stlar, davayte
bulardan taxta qilib, taxtadan esa do'stlar biz panjaralarni yasab olamiz. Ana endi do'stlar go panjaralarni ham qilib chiqsak, bu yog'i ishimiz 5 bo'ladi. Хорошо do'stlar, давайте endi hozir menda bersak bo'ladi, panjaralarni hozir yasab olamiz. Va do'stlar bo'ldi. Tak, bizda 4 ta cho'p ortib qoldi. No mayli. Do'stlar kiradigan qismini yasasak, qani do'stlar yo'q. Do'stlar kiradigan qismi ochiq qo'yaveramiz, keyinchalik kiradigan qismini boshqatdan yasab qo'yamiz hozir. Qisqa qotish bo'ldi. Xo'p, mana go do'stlar, endi bu yoqdan bu yoqgacha go bitta-bittalab qilib chiqamiz. Xo'p, har doimgidek do'stlar qishloqda bekorchilik. Hali shaharga bormadim. Albatta yaqin orada shaharga ham borarsam kerak do'stlar. Chunki shaharga bormaganimga juda ko'p vaqt bo'ldi. U yoqni ham bir aylanib kelsak do'stlar, keyin yana bu yoqda yaxshi hayot kechiraveramiz. Go endi mana bularni xo'p, bu yoqni qildik. Hozir bu yoqga ham bitta qo'yamiz. Endi uzoqdan olib kelamiz do'stlar. Go. Mana bu yoqga ham qolib ketmasin do'stlar. Основной narsa hech qayerda qolib ketmasligi kerak. Xo'p, go mana. Ili mana do'stlar bo'ldi. Orqaroqga o'tamiz endi. Bitta, ikkita va mana. Endi bu yoqga eshikchani do'stlar keyinchalik yasab qo'yaveramiz. Hozir borib narsalar qo'ysak bo'ldi. Endi esa dam olsam ham bo'ladi do'stlar. Malol. Yo-mayo, nima bu do'stlar? Yo, вообще nima bu? Yo, qanaqadir shu yetmay turadi o'zi. Yo, what the heck do'stlar, nima bular? Ana endi mazasini qo'shiraman do'stlar. Kim bo'lsa ham to'g'risida seriyozniy gap. Qurolim oldi do'stlar. Endi kim bo'lsa ham endi o'zidan ketib qopti. Shu narsa yetmay turadi. Endi mazasini qo'shiraman do'stlar. Yo-mayo, qanaqadir kravatlar. Kim bu? Salom janob. Yo-mayo, sen kimsan? Nimaga meni bu yog'ingga uy qurib olding? Kechirganchiman, bo'lmishman. Meni qishloqdan haydab yuborishgandi. Lekin yashash uchun joyim yo'q. Shuning uchun uyingizdagidan uy qurib oldim. Ana endi sani mazang qochadi. Yaramas. Nimaga bunaqa qilding? Hozir to'xtab turgan. Iltimos janob, menga tegmang. Qanaqa tegmaslik mumkin senga? Hozir sani mashitda mazangni qochiraman. Janob, iltimos. Mana xohlasangiz men sizga narsalar ham berishim mumkin. Yo'qmi, yaramas. Bu narsalaringni bor-ku, narsalaringni nima qilasan deymi? Hozir yo'qmi, menga narsalarni taklif qilma, asabga tegib. Hozir chetroq o'tib olasizlar. Ana endi uxlaysan sen, ketdi. Yo'qmi do'stlar? Tegmayaptimi? Ana endi ko'rsan sen. Mazza qil. Xullas. Qaytib mana bu yerga kirmaydigan ham bo'lasan, xullas rasvo bo'lib ketdi. Battar bo'l xullas. Men qaytib asabimga tegishmalaring. Mazani qochirib tashlayman. Bu yoqdan ham sal yer olsam, tak bo'ldi. Mana bu yerni ham endi yopib qo'yish kerak. Hozir keyinchalik yopib qo'yaman bu yoqni ham. Qaytib asabimga tegsa mana shunaqalar to'g'risi so'yib yuboraman do'stlar keyingi safar. Вообще menga bir tin ham qiziqmas. Asabimga tegib yotib tursa, uyimni tagida narsa qurib, men cho'zib o'tirmayman. Prosta bo'ldi. Headshot uraman bo'ldi. Uxlaydi. Xo'p, xullas do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoning oxiri ham asabbuzarchilik bilan bo'ldi. O'zi reja bo'yicha qanaqadir qurib olgan asabga tegib do'stlar. Mayli, keyinchalik u yoqni ham bitirib narsalarni olib qo'yamiz. Xullas do'stlar, biz bugungi videoda mana shu fermamizni to'g'irladik va mana bu yerda qanaqadir yaramasni minus qildik. Albatta hech kim buni ko'rmadi degan umiddaman. Hozir ichkariga kirib olay. Keyingi videolar ham albatta chiqadi do'stlar. Kanalga obuna bo'lib videoga like bosinglar va shunaqa qiziq videolar ko'p bo'lishi uchun, chunki bilasizlar men YouTuberman, shuning uchun menimcha hamma anjomga tegishga harakat qilsa kerak. Mayli do'stlar, shunaqa gaplar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan alfuz bo'lganda va keyingi videolargacha sog' bo'linglar. Videomizni tugadi do'stlar. Tugadi, like bosib obuna bo'linglar.